Osyo sal qolsa yiqilay deb qoldi. Yusufning ozgina e'tibori uni shu holga solgandi. Yusuf ko'zdan uzoqlashguncha Osyo uning ortidan termulib turdi. Keyin yana o'zini o'nglab ishiga qaytdi. Yusuf xonaga kirgach, kiyimlarini almashtirdi. Keyin telefonini olib kimgadir qo'ng'iroq qildi. "Allo, nega qo'ng'iroq qilyapsan?" Telefon ortidan mensimaygina gapirayotgan ayolning ovozi kelardi. "Onalarning eng go'zali, hali ham xafamisiz?" "Ha, xafaman. Axir to'y birdan bo'lib ketdi. O'zbekistonga borsam yana to'y qilamiz. Ota-onangsiz uylanding sen. Butun urug' aymog'imiz gapiryapti. Sarvarning o'g'li uylanibdi. Lekin na o'zi, na xotini boribdi to'yga deb. Oyijon, aytyapman-ku, O'zbekistonga borsak yana to'y qilamiz deb. Qarindoshlarga shunday deng, bo'ldi." Yusufning asabi taranglay boshlagandi. "Baribir xafaman. Mayli oyijon, ishim chiqib qoldi", dedi noiloj. Keyin telefonni o'chirib, chuqur tortib qo'ydi. Yusuf yotoq ustida telefon titib yotarkan, eshik ochildi. Boshini bir zumga ko'tarib eshik tomon ko'z yugurtirdi. Osyo egnida arabcha tungi ko'ylak kiyib kelgandi. Qiz hali gapirishga ham ulgurmay, Yusuf qah-qaha otib kuldi. "Qizaloq, menga o'tmaydi bu hunarlar, ishonaver. Undan ko'ra biroz uyalsang bo'lardi." "Biz er-xotinmiz, nega uyalishim kerak?" Osyo asabiy shunday dedi. "Menga qara, Osyo, bas qil o'zingni sharmanda qilishni. Sen shunchalik ham ahmoqmisan? Senga tegishni istasam ilk kechada teginardim, lekin bunday qilmadim, chunki seni hatto o'sha ishga ham loyiq ko'rmadim." Bu nima deganingiz?" Osyo ko'zdagi yoshlarni zo'rg'a ushlab turib so'radi. "Bu menga yoqmaysan degani. Sen meni bo'ynimga osilib olding. O'sha kungi akangning kelishi, hammasini bilib qilgansan. Menga erga tegish uchun, shundaymi?" Osyo tilini tiyishga bor kuchi bilan harakat qilayotgandi. "Gapir, yoki nomingni oqlab berishim uchunmi?" Qiz oxir portladi. "Sen shunchalik ko'rmisan? Men bularning hech birini ataylab qilmadim. Men faqat sevdim. Sevishdan boshqa hech narsa qilmadim. Seni shunchaki chetdan jim sevib yurdim. Menga qaramasang ham, men senga qaradim. Yoqtirgan narsalaring haqida ma'lumotlar to'pladim. Sen bilan bir xil bo'lish uchun menga umuman yoqmaydigan ovqatlarni majburan yedim. Menga ham yoqib qolsin Yusuf bilan bir xil bo'lay deb. Ming la'nat bo'lsin o'sha kunga. Men faqat hislarimni oshkor qilishni istagan edim. Boshqa hech narsa yo'q edi xayolimda. Kim senga uylanaman deb aytdi?" dedi. "Men seni akamning yuziga oyoq qo'ydim. Men seni deb akamning yuziga oyoq qo'ydim. Akam to'y kuni nima dedi bilasanmi?" Yusuf jim turardi. "Ali degan akang bugundan boshlab yo'q. Senda faqat Yusuf bor", dedi. "Boshqa uyimizga qadam bosma", dedi. Osyo gaplarini tugatar-tugatmas yerga yiqilib yig'lay boshladi. Yusuf bu gaplarni eshitarkan, ichida nimadir uzilardi. Yotoq yonida turgan kostyumini olib, qizning yoniga tizzalab o'tirdi. Keyin kostyumi bilan Osyoning ochiq yelkalarini yopdi. Shundan keyingina qizni tinchlantirishga urindi. "Tish, bo'ldi. Osyo, o'zingni bos." Osyo ko'z yoshlarini artib o'rnidan turdi. "Bajara olmasang va'da berma. Erkak kishiga yarashmaydi." Shunday dedi-yu, hissiz holda xonadan chiqib ketdi. Yusuf g'azabdan o'zini zo'rg'a bosib turardi. Tishlarini g'irchillatib shivirladi. "Sen o'sha holingdan nolyapsanmi? Bu gaplaringning tovonini ertaga ortig'i bilan to'laysan." Osyo xonasiga kirib ko'zlari ishiguncha yig'ladi. Keyin ustidagi tungi ko'ylakni yopiq pijamaga almashtirdi. "Bugundan boshlab uni sevmayman. Qanday qilib sevmasligim mumkin? Axir ko'zlariga qarasam butun dunyoni unutaman, hatto o'zimni ham." Osyo o'ziga o'zi shu gaplarni aytib injiqlandi. Bu xayollar bilan qachon uxlab qolganini o'zi ham bilmadi. Tong
Osiyo doimgidek turdi, faqat bugun kayfiyatsiz edi. Oshxonaga borib nonushta tayyorladi. Keyin planshetida yangiliklarni o'qish barobarida nonushta qilishni boshladi. Osiyo bugun hamma narsa beparvodek qarayotgandi. Osiyo bugun hamma narsaga beparvodek qarayotgandi. Hatto Yusufni kutmay nonushta qilyapti. Yusuf mayda qadamlar bilan pastga tushib kelayotgandi. Bugundan arazdamisan kechagi gaplarim uchun, kulib so'radi. Osiyo hatto uning yuziga ham qaramay javob berdi. Assalomu alaykum, xayrli tong, nonushta tayyor. Keyin qahvasini ho'pladi. Nega yuzimga qaramayapsan? Yusuf hayrat bilan so'radi. Maylimi nafas olsam? Yusuf stolda o'tirgan qizning yuziga yaqinlashib qulog'iga shivirladi. Yo'q desam, nafas olmaysanmi? Shunday qilardim, ammo siz bunga arzimaysiz. Osiyo beparvo shunday dedi, hayajonini yashirishga harakat qilib. Yusuf qizning iyagidan mahkam tutib o'ziga qaratdi. Keyin gapirdi. Sen ham sevishimga arzimaysan. Osiyo ortiq ko'zlarini olib qochmadi. Yusufning ko'zlariga tik qaradi. Afsuski siz ham. Yusuf Osiyoning shisharang ko'zlariga tom ma'noda cho'kib ketgandi. To Osiyo uni o'zidan itarmaguncha qizning ko'zlaridan ko'zini uzmasdi. Qo'yib yuboring, og'riyapti. Osiyo shunday deb iyagidan mahkam ushlab turgan qo'lini itardi. Bugun kechqurun bu gaplaringga pushaymon bo'lasan. Buni ortig'i bilan ta'minlayman, Osiyo. Yusuf shunday dedi-yu, uydan chiqib ketdi. Osiyo kunlik ishlarini qildi. Ha demay ta'til tugab o'qishi boshlanadi. Bugun kursdoshlari bilan kiyim olgani ketishmoqchi. Yusufdan so'ramayman degandi, ammo eri bo'lgani uchun noiloj qo'ng'iroq qildi. Allo. Assalomu alay. Gaplari tugamasidan Yusuf gapirdi. Tezroq gapir. Dugonalarim bilan do'kon aylangani bormoqchi edim. Bormaysan. Borsam bo'ladimi? Demadim. Shuni aytib qo'ymoqchi edim. Yaxshi ishlang. Osiyo shunday dedi-yu, telefonni o'chirdi. O'zicha meni uyga qamab qo'ymoqchimi? Sevaman degani hammasiga chidaydi, degani emas. Qiz o'ziga o'zi shu gaplarni uqtirdi. Keyin tayyorlanib ko'chaga chiqdi. Kuni bo'yi dugonalari bilan birga vaqtni chog' o'tkazishdi. Do'konlardan bir xil kiyimlar olishdi. Soat kechki 7ga yaqinlashgandi. Telefoniga xabar keldi. Soat 7da uyda bo'laman. Kechki ovqat tayyor bo'lsin. Bo'lmasa, ko'radiganingni ko'rasan. Nima qilishni bilmay shuni o'ylab topdingizmi, Yusuf? Osiyo shunday deb shivirlab kuldi-yu, hut deb qo'ya qoldi. Turkiyadagi o'zbek milliy ovqatlari sotiladigan joyga bordi. Tayyor osh va sho'rva sotib oldi. Keyin uyga ketdi. Osiyo uyga kelganda soat 5:07 edi. Darrov olib kelgan narsalarini idishlarga solib dasturxonga qo'ydi. Keyin tepaga chiqib, kiyimlarini almashtirib tushdi. Soat 19:02da eshik ochildi. Yusuf bir ayol bilan kirib keldi. Osiyo doimgidek uni kutib oldi. Xush kelibsizlar. Xush ko'rdik, kundoshjon. Yusuf bilan kelgan qiz shunday dedi. Osiyo joyida tosh qotdi. Ovqat tayyormi? Yusuf beparvo so'radi. Hammasi tayyor. Bu qiz kim? Yusuf javob berishga ulgurmay, qiz o'zi gapirdi. Men Yusuf akaning sevgilisi, xotini, suyuklisiman. Hoziroq bu yerdan yo'qol. Osiyo shunday deb qizni haydashni boshladi. Uy qachondan seniki bo'ldi? Kuldi Yusuf. Men sizga ham shar'iy, ham qonuniy xotinman. Siz qanday qilib? Ovozingni o'chir, yo'ldan qoch. Yusuf shunday deb Osiyoni itardi-yu, yonidagi qiz bilan ichkariga kirdi. Osiyo ko'zidan oqayotgan yoshlarni ortiq ushlab turolmadi. Yig'lagancha xonasiga chiqib ketdi. Bu ilonmas, quyonga o'xshaydi-ku. Bir zumda yig'lab yubordi. Qiz shunday deb kulib Yusufga suykala boshladi. Aida bas qil. Akasiga aytsa nima qilaman? Axir yaqin do'stim bo'lsa,
O'zingiz menga yopishib oldi demadingizmi? Aytolmaydi akasiga qo'rqmang. Qoch, o'ziga bir nima qilmasin, keyin yana meni boshim baloga qoladi. Yusuf shunday deb Aidani o'zidan itarib yuqoriga chiqdi. Shoshib xavotir bilan Osiyoning yoniga bordi. Osiyo butun xonani ag'dar-to'ntar qilib tashlagandi. To'y surati qo'yilgan ramkani qo'li bilan urib sindirgan, qo'li qonga belanib yotardi. Ammo qiz hech narsani sezmayotgandek, go'yo endi yashamayotgandek edi. Yusuf eshikni shiddat bilan ochib ichkariga kirdi. Osiyoning qo'lini ko'rib darhol yoniga tizzalanib o'tirdi. Nima qilding, ahmoq qiz? Nega keldingiz? Tur, Osiyo, qo'ling yomon qonayapti. Yusuf shunday deb qizni turishga yordam berish uchun qo'lini uzatdi. Osiyo orqaga chekindi. Men zo'rman, dedi alam bilan kulgandek. Osiyo, yaxshi emassan, tur. Yusuf shunday deb qizga yaqin keldi. Oxiri toqati toq bo'lib Osiyoni ko'tardi. Nigohlar yana to'qnashdi. Yusuf joyida qotib qoldi. Osiyoning ko'zlaridan ko'zini hech uzolmasdi. Qancha urinmasin uzolmadi. Qizargan va yoshlar tomchilayotgan ko'zlar shunchalik go'zal bo'lsa, kulgan ko'zlari qanday bo'larkan? Yusuf ichida shunday deb qo'ydi. Oxiri Osiyo nigohini yigitdan oldi. Qo'yib yuboring. Yusuf ham indamay ishini davom ettirdi. Osiyoni yotoqqa yotqizdi. Keyin tibbiy yordam qutisidan kerakli narsalarni olib keldi. Qattiq og'riydi, lekin chidaysan, chunki buni o'zingga o'zing qilding. Meni o'zimga qilgan eng katta hurmatsizlik va xatoyim siz bo'lasiz. Osiyo hissiz ahvolda shunday dedi. Yusuf boshqa hech nima demay, yaralarni spirt bilan tozalashni boshladi. Osiyo jim turardi. Yo rostdan og'riq sezmayapti, yo zo'rg'a chidamoqda.